Robocon testdagi 0903-masalani C# da yechamiz. Ekuk A, B, C. Bu ekukmaydi eng kichik umumiy karrali. Endi bu masalada 3 ta sonning ekukini topishimiz kerak. Endi shu ekukni solishtirishimiz kerak ana bu usulda topilgan ekukka, ya'ni ikkitasini ekuki topiladi va o'sha natija bilan 3-chi sonni ekuki topiladi va shu bilan ana bu uchalasini ekukini solishtirishimiz kerak. Agar teng bo'lsa teng belgisini chiqarishimiz kerak, katta bo'lsa katta, kichik bo'lsa kichik chiqarishimiz kerak. Ana 3 ta son beriladi. Ya'ni e'tibor bering, ana 12 bilan 24 ning ekuki topiladi va o'sha necha chiqsa o'sha bilan 96 ning ekuki topiladi va bu solishtiradi qaysi son bilan? Uchalasini ekuki birdaniga topilganidagi son bilan solishtiriladi. Endi biz matematikadan bilamizki, doim bu teng bo'ladi. Shu sababdan ham inputni o'qib ham turmaymiz. Faqat o'sha tengligini chiqaramiz xolos. Ana C# ana console write line tenglik belgisi. E'tibor bering, inputni umuman o'qib ham o'tirmadik va accept bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. Hamma testlardan o'tdi. To'liq videoni ko'rish uchun havolaga bosamiz.